Sun'iy intellekt foydami yoki tahdid? Sun'iy intellekt inqilobmi yoki falokat? Keling, bir daqiqada aniqlaymiz. Sun'iy intellekt AI bu mashinalarga deyarli odam kabi o'rganish, ma'lumotlarni tahlil qilish va qaror qabul qilish imkoni beruvchi texnologiya. Bugungi kunda AI hamma joyda. Google va Yandex orqali aqlli javoblar beradi. Netflix va TikTok sun'iy intellekt yordamida algoritmlarni siz uchun moslashtiradi. Shifokorlar tashxis qo'yish uchun AI dan foydalanishadi. Korxonalar esa bozorni tahlil qilish uchun foyda, vaqt va pulni tejaydi. Tartibni avtomatlashtirish, tibbiyotda, ta'limda, fanda yangi imkoniyatlar, tahdidlar, ish joylarini yo'qotish, mashinalar odamlarni almashtiradi. Nazorat va maxfiylik xavfi. AI ma'lumotlarni to'playdi. Suiiste'mol qilish xavfi, soxta yangiliklar, deepfake. Xulosa shuki, AI yaxshi yoki yomon emas. Bu vosita va u bizning do'stimiz bo'ladimi, tahdidmi? Biz uni qanday foydalanishimizga bog'liq. Baxtiyor Academy'ning foydali daqiqasi siz bilan edi. Obuna bo'lishni unutmang.